Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari. Mana bugun biz O'zbekistondan kelib, O'sh shahrida Qirg'iziston san'at davralaridan biri, Qirg'izistonga xizmat ko'rsatgan artist, kino va teatr aktyori, estrada yulduzi xonanda Samara Karimani O'zbekiston Notiqlik akademiyasi va Muzaffar.uz veb sayti tomonidan taqdirlashga keldik. Faxriy yorliq Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik rishtalariga qo'shgan ulkan xizmatlari uchun Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist, teatr va estrada yulduzi xonanda Samara Karimova taqdirlanadi. Saodat jurnalining bosh muharriri shoira Munavvara Usmonova, Muzaffar.uz saytining bosh muharriri Muzaffar Muhammadnazar va Mirza Azizov.